Ertalab bo'libdi-ku. Ha, soat necha bo'libdi? Hammaga salom do'stlar. Men ismim Morgan va men hozirning o'zida ishga kech qolyapman. Jin ursin. Xo'sh, tezroq. Tak. Matigan olamiz va ketdik do'stlar. Yo-mayo, ish qilib mir ko'rib qolma. Mir xabar yozib yuboribdi. Tak, tezroq bo'l. Jin ursin. Ha, mayli, sezib qoldi shekilli. Endi nima qilaman? Urush bermasa bo'lgan edi, chunki men bu qishloqdan ketishni istamayman. Lekin haydab yuborishi mumkin, chunki ferma mer uchun juda ham muhim narsa. Agarda fermaga vaqtida qaramasa, mer nima qiladi? To'g'ri, srazu haydab yuboradi. Men esa bunday bo'lishini istamayman umuman. Tak, tezroq hozir osh ekamiz va hali sabzilarni terishimiz kerak. Ulgurmasam bo'lmaydi. Ha, ertalab turishni o'rganmasam, bu ketishda aniq meni bu qishloqdan haydab yuborishadi va bilmadim nima qilaman undan keyin. Chunki men shundoq ham axir shahardan bankrot bo'lib kelgan bo'lsam, yana qishloqdan ham haydashsa, ishlarni tortib olishsa, mana shu fermerchilikni keyin nima qilaman, hayronman. Shunga kelinglar, tezroq ekib chiqamiz va merga olib borib beramiz. Xo'sh. Tak, bo'ldi. Merni yaxshi hamki uzoqda emas va olib borib berishim oson bo'ladi. Salom janob mer. Salom. Xo'sh, nima bo'ldi? Mana olib keldim sabzlaringizni. Yaxshi. Xo'sh, nimaga buncha yo'q bo'lib ketding? Ishim chiqib qolgandi-da. Oylikni berdi. Shunisiga ham rahmat va ortiqcha gap qilmadi. Ha, mayli. Endi esa bo'ldi, ketdik bu yerdan. Hozir boramizda. Ovqat sotib olishimiz kerak, chunki ovqat menda nima? Bir dona olma jenursin bo'lishi mumkin emas. Bu yerda ovqat ko'p edi. Qayoqqa g'oyib bo'ldi? Shuncha ovqatim. Tushunmayapman. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Yo'q, axir kuni kecha olib kelgandim. Men shunchaki hozir non olaman degandim, chunki go'sht bor edi menda yoki yana Hoy, Jitel. Ha, sen meni ovqatimni oldingmi deyman. Ha, nimaga? Hoy, yegim keldi. Axir men senga o'tgan safar shundoq ham konservani bergandim. Menda esa xolodilnikdan ovqatlarni o'g'irlayapsan. Och qoldim-da. Och qolganmish. Bo'ldi, Jitel, men seni bu yerdan haydashimga to'g'ri keldi, chunki ovqat o'g'irlash bu juda ham yomon. Bilaman, lekin boshqa ilojim yo'q. Menga farqi yo'q. Tak, bu yerda endi ketasan. Shart emas edi. Uyim yo'q baribir. Uying yo'qmi? Hozir bu muammoni hal qilamiz. Demak, uying yo'q, ha? Yana menga yoqdi bu yerda yashash. Hali bu yerda yashashim yoqdimi? Okey, unda men senga hozir uy qurib beraman. Tak, yo'q, rostdan. Ha, rostdan. Qoyil. Lekin u juda ham kichkina, tor bo'ladi va u yerda yashash qiyin bo'ladi. Patologiya juda ham kichkina bo'ladi. Umuman normal yashay olmasligi uchun. Tak, hozir mana bu yerda mana shu joyda qurishni boshlaymiz. Baribir qishloqning bu tarafida hech kim yashamaydi va kelasi yil ham yashamasa kerak. Ha, do'stlar, chunki kelasi yilgacha bu yer bo'sh bo'ladi. Bu aniq, chunki mana bu yonimizdagi uylarda hech kim yashamaydi. Bu rayonda faqatgina men bir o'zim yashayman. Tak, endi esa mana buni olishimiz kerak. Xo'sh, bo'ldi. Endi bizga doskalar bor. Endi mana shunday devorlarni quramiz. Mana shunday kichkina, xunuk, oddiygina omborxonaga o'xshaydigan uy bo'ladi. Hattoki deraza ham qo'ymayman. Qani ko'ramiz, yoqarmikin bunaqangi uyda yashash. Tak, qani endi ozgina daraxt terib kelaylikchi, chunki yetmay qoldi. Ha, o'ylagandimki yetadi deb, lekin afsuski yetmadi. Ha, mayli, hozir mana bu yerdan ham yana ozroq terib olamiz. Tak, mana va mana bularni ham olamiz. Yaxshi, endi esa bu tarafini ham terishimiz kerak. Qo'yil, shunchasi bizga yetadi. Endi esa olib borib bularni hammasini qo'yib chiqamiz. Tak, hech kimni ko'rmayapman. Nimaga qishloq bo'sh bugun? Menimcha bugun dam olish kuni emas. Ish kuni esa qishloq juda ham to'la bo'lardi. Jitellar yurishardi. Hozir esa hech kimni nimagadir ko'rmayapman. Rostni aytsam, menga bu holat yoqmayapti. Xuddiki jitellarni yer yutib yuborgandek. Yana yetmay qoldi-ya daraxt. Ha, zapasi bilan bir stak qilib olsam bo'lar ekan, lekin buncha ko'p baribir ham kerak bo'lmaydi. Bekorga yotadi. Shuning uchun ham mana bu yerdan olamiz. Ozgina hisob kitobi bilan. Chunki o'tgan safar olgan daraxtlarimni juda ham ko'p olgandim va shundan beri qolib ketgan edi. Lekin mayli, mana hozir sarflaymiz mana bu yerni uyini qurib berishga. Ahmoq jitel temirchiga. Tak, bu yoqqa va nimaga qo'yilmadi? Bo'ldi, qo'yildi. Endi esa mana bu yerni yana yetmay qoldimi? Hozir borka do'stlar, men portlab ketaman. Tak, tushunursin. Hozir o'ylab ko'rish kerak. Yana o'rmonga borishni istamayman, shuning uchun ham sekingina mana bu yerdan olsak hech narsa bo'lmaydi. Hech kim bilmay ham qoladi. Va tak, qani edi yog'och o'rniga yer. Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, kimniki berib bo'lsa o'sha ferma o'zi to'g'rilab oladi.
menga u yerdan daraxt kerak edi. Tak, mana bu yerlarni qo'yamiz va bo'ldi. Hozircha yetadi. Endi esa tak, buni bizga yana qo'shimcha toshlar kerak bo'ladi shekilli yoki ichkaridan o'zini narsalarini olib chiqsak, shularni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tak. Jitel, ha, qurib oldingmi? Deyarli qurib bo'lgan narsalarni hozir o'sha yerga olib ketaman. Sen esa shu yerda tur, xo'pmi? Xo'p. Faqatgina ko'rmasliging kerak. Bu syurpriz bo'ladi, aha. O'sha syurpriz bo'ladi do'stlar. Shunchaki hayron qoladi, uyda yashay olmasligidan qo'rqib ketadi. Nima? Hech narsa. Ha. Xo'sh, bo'ldi, ketdik do'stlar. Asta sekinlik bilan uyni qurishni davom etamiz. Lekin mendan so'rab olishimiz kerak baribir ham, chunki uyni qurib qo'ydim, lekin bilmadim. Janob Mir, ha, men qishloqni narigi chekkasida uyimning orqasida yana kichkina uycha quryapman, maylimi? Qaysi uyda? Alin degan o'yinchi yashardi-ku. Bo'ldi, esladim. Xo'sh, o'sha uyning yonida yana bitta qo'shimcha omborxona quryapman-da. Ha, quraver. U yerda baribir hech kim yashamaydi kelasi yilgacha. Men ham shunday deb o'ylagandim. Bo'ldi do'stlar, tayyor. Bizga ruxsat berildi. Baribir ham so'rab qo'ygan ma'qul, bilgandim ruxsat berishini, lekin so'rab qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Endi esa ketdik, qurilishni davom ettiramiz. Tushunursiz, uyning rasvosi chiqib yotibdi. Men o'zim bo'lganimda bu yerda yashamagan bo'lardim. Rostdan ham omborxona bo'lyapti. Tak, qorni olib tashlaylik kech bo'lmasa va yerni esa shu holicha qoldiramiz, chunki pastda baribir ham yer aralash toshni oldida yashab yuribdi jitel o'zi. Tak, buni olamiz. Yana qani edi? Xo'sh, mana bu. Tak, bu yoqqa va yana qani edi? Mana buni olamiz. Ajoyib. Tak, endi esa buni bu yerga ko'mirni qoldiramiz. Isinib olishi uchun sandiq bu tarafga va narsalarni shuni ichiga tashlaymiz. Tak, bo'ldi. Boltasi bular meniga. Tak, mana buni bu yoqqa qo'yganimiz ma'qul. Tak, yaxshi. Endi esa bizga eshik kerak bo'ladi. Eshik ham derazasiz mana bunda yopiq bo'ladi, ichkarida qorong'i bo'lishi uchun. Yaxshi, endi esa bizga yarim bloklar kerak, chunki tomni hozir yopishni boshlaymiz. Ajoyib. Mana shunday kichkinagina tom bo'ladi, boshi o'rilib qolmasa bo'lganicha. Baland tom shart emas. Mana bunday. Endi esa tepasini yopishimiz kerak. Tak, eshik orqali fokus qilamiz va chiqamiz va bo'ldi. Endi bu yerga qo'yishni boshlaymiz. Yaxshi, hamma yoqni yopib chiqamiz. Mana bunaqasiga chiroyli qilamiz. Bo'ldi. Tak, endi yana xo'sh, mana bu yerdan olishimiz kerak. Bizga yarim bloklar kerak bo'ladi. Mana buni olamiz. Ajoyib, davay. Yaxshi, shunchasi yetsa kerak. Umid qilamanki yetadi. Hattoki, do'stlar, bo'ldi, yetsa kerak, aniq yetadi yoki yetmaydimikin? Bilmadim. Adashmasam aniq bilaman. Xo'sh, dayt chiqamiz va qo'yishni boshlaymiz. 1 2 3 va yana 6 ta qoldi. Qoyil. Shu 6 tani hozir mana bu yerdan to'g'risidan qo'ysam yetarmikin? Yetishga-ku yetdi, lekin bir dona ortib qoldi. Mayli. Tak, mana bu yerga qo'yamiz, polka sifatida xizmat ko'rsatadi. Tak, bular bu yoqqa. Yaxshi, bu meniki уже. Ajoyib. Endi jitelni chaqirib kelsa bo'ladi. Qanchalik qattiq hayron qolar ekan bo'layotgan ishlarga. Xo'sh. Tak, sekin do'stlar. Mana bu yerga tak, nimani olmoqchi edim hozir. Shu pullar joyida, hech narsani o'g'irlab ketmadimmi? Yo'q, hech narsani o'g'irlab ketmagan. Yaxshi. Tak, buni qo'yamiz. Jitel, bo'ldi, chiqishing mumkin. Tayyormisan? Tayyorman. Faqatgina teskari qara va meni qo'limdan ushlab ol. Ketdik. Davay, yur. Faqat ehtiyot bo'l-da, urilib ketma. Xo'p, urilmayman. Xo'sh, teskari qarab turibsanmi? Bo'ldi. Mana endi ko'zingni ochishing mumkin. Yo'q, davay qara. Vau, katta rahmat. Senga yoqdimi? Yoqdi. Xuddi shunaqangi kichkina uy xohlagandim. Yo'q, tomi past. Aniq yoqdim senga. Tushunarli bo'ldi. Rahmat. Yo'q, do'stlar, men jitelga yoqmaydi, jahl chiqadi deb o'ylagandim. Bunga esa yoqdi-ku. Endi nima bo'ladi? Nahotki endi men mayli, hech bo'lmasa podvalim bor endi. Men shunchaki bu jitelga nima desam ekan, yomonlik qilmoqchi bo'lgandim, lekin u yoqdi unga. Kichkinagina ataylab qurgandim. Tushunarli. Mayli, tak, bo'ldi. Qanday bo'lsa shunday qoldiramiz va mana bu yerdan chiqishimiz kerak. Tepaga jin ursin, yana urilib qolyapman-ku. Xo'sh, mana bu yerdan chiqamiz va bo'ldi. Bu yerda yog'och bor, lekin menga narvon kerak-da. Xo'sh, yog'och yo'q, boshqa. Yana olib kelishim to'g'ri keladimi? Chunki qolganini bekor tashlab kelibman mana bu jitelga. Mayli, ishlataversin. Men esa hozir mana bu yerdan chopib olaman. Tak, mana bu yerda nimaga daraxtning barglari turibdi? Shunchaki turibdi yoki ichida bitta ikkita qolib ketganmikin daraxt, shuning uchun ketmayapti. Bo'lishi mumkin. Xo'sh, qani mana bu taraflarni ham bir ko'raylik-chi. Mana shu yerlardan yana daraxt chopsak bo'ladi. Mana buni olamiz. Mana bularni. Yaxshi, tak, do'stlar. Ko'mir! Jin ursin do'stlar, ko'mir! Yo'q, axir ko'mirni qancha qimmatga sotsa bo'ladi? Tasavvur qilyapsizlarmi? Biz jackpot yutdik desa ham bo'ladi, chunki bu ko'mirlarning yo'q, qancha ko'mir bor ekan? 1 2 yo'q, ko'mir bu yerda juda ham ko'pligi aniq, lekin hozircha bu ko'mirlarni olib keta olmayman. Mayli, kechroq kelaman, chunki hozir
ko'rib qolishsa, shaxta kovlayotganini bilib qolishadi. Tak, mana qishloqning to'g'risida mana bu yashil o'tlarni yonida ekan. Tushunarli. Hozir tak bu ko'mirni olib qo'yganimiz ma'qul, hech kim ko'rmasin hozircha. Keyin esa bilaman kimga sotishni. Ungacha esa tak sekingina qishloqqa qaytganimiz ma'qul. Hech kim ko'rmadi meni. Ajoyib, shunchaki daraxt olib keldim. Menga narvon kerak. Mana bu yerga chiqib tushish osonroq bo'lishi uchun va shu maqsadda mana yog'och cho'plar, mana bunday qilamiz, mana bunday va bo'ldi. Mana endi bizda yog'och zina narvon bor. Mana shunday tepaga chiqib tushish mumkin bo'ladi. Mana buni esa olib tashlashimiz kerak. Lekin endi qanday chiqaman? Axir tepada gaz plita turibdi. Xo'p, mayli, gaz plitani olib qo'yib chiqib tushaveramiz. Ham nabort sekin mana bu yerni yopishimiz kerak. Juda ham qulay va nima desam ekan, xavfsiz bo'ladi, chunki hech kim topa olmaydi. Gaz plita tagida bizda sirli yo'l bor ekanini. Ajoyib do'stlar, bularni olib qo'yamiz va bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Morgan bo'ldi va keyingi videolarda uchrashguncha xayr.